Bugun biz ijtimoiy tenglik va inklyuziv ta'lim haqida qayta gapiryapmiz. Ammo Toshkent ko'chalarida, umuman olganda, O'zbekiston hududida imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar yetarli darajada yaratilganmi? Bugun shu haqida suhbatlashamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Toshkent ko'chalarida nogironlar yurishi uchun, ular o'zlari harakatlanishi uchun imkoniyatlar yetarlimi? Shaxsan mening fikrimcha bu savol biroz ritorika o'xshaydi, chunki ko'zi bor odam, aql farosati bor odam, kuzatuvchan odam hammasini ko'rib turibdi. Imkoniyatlar bor, lekin foydalanish uchun ulardan foydalanish uchun imkoniyatlar yetarli emas. Aytaylik, o'sha oddiy misol, to'g'ri, faqat Toshkent miqyosida yondashib qolmaslik kerak masalaga, lekin Toshkent miqyosida yondashsak, mamlakat poytaxti sifatida Toshkent misolida yondashsak, oddiy misol metrolarda o'sha panduslardagi ba'zi vaziyatlar juda ham haddan tashqari, o'sha ma'lum bir gradus bo'lishi kerakda, standart. Lekin bizdagi o'sha har xil davlat binolari yo metroga tushishdagi panduslar xuddiki bir qishki sport turida anaqa bor, bilsangiz, sakraydigan. Bilmadim hozir qaysi. Xuddiki tramplinga o'xshaydi. U yerdan bilmadim kim bularni tepaga olib chiqa oladi yo kim olib tusha oladi, qanaqa bunaqa qurilgan, nega shuncha yillardan beri bunga qaralmaydi, hayronman. Ularni o'rniga qurilgan maxsus moslama qurildi, mana sekin olib chiqib qo'yadigan bor ekan. Lekin uni ishlatish bilmaydi odamlar, yoki ishlamaydi. Aytaylik, mana shu oddiy misol, ko'zi bor odam ko'rib turibdi, haqiqatdan muammo bor. Bu savol shaxsan men uchun ritorik savol. Javobi aniq bo'ladi. Demak, bu qulayliklar xuddiki nimadir planni bajarish uchun yaratib qo'yilgandek. Xuddiki mana qulaylik bormi, bor degandek ko'rsatib qo'yilgandek. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz siz? Aslida olganda jismonan sog'lom odam qaysidir jismoniy jihatdan kamchiligi bor, qiynalgan joyi odamni qanday qiyinchilik ko'rayotganini his qilishi nihoyatda qiyin deb o'ylayman. Bitta misol keltiraman. Masalan, ko'p qavatli uylarda pastga tushayotganda tutqichlar chap tomonda. Tasavvur qiling, shu insonni chap qo'li kasal yoki yo'q. Demak, bir tomonlama faqat shu chap tomondan ushlab tushish imkoniyati bor, lekin o'ng tomondan yo'q. Yoki 5 qavatli uylarda masalan liftlar qurilmaydi. Bu eskidan shunday bir qabul qilingan bir me'yor desak, lekin yurolmaydigan insonlarni pastga olib tushish uchun hatto o'sha g'ildirakli aravachalarda ham olib tushish imkoniyati yo'q. Faqat ikkita jismoniy baquvvat odam uni ko'tarib olib tushishi mumkin. Kolyaskada yoki kolyaskasiz va o'tqazishi mumkin. Ya'ni insonni o'zi harakatlana olmaydi, pastga qarab yura olmaydi. Metrolardan tushayotganda yukni olib tushish uchun tor yo'lakchalar bor g'ildilatib, lekin nogiron insonni olib tushish uchun anaqa kengroq qilib shu g'ildiragini eniga qarab nima qilingan joylar yetarlicha emas. Yoki masalan tadbirlar bor. Tadbirlarda nogironlarni ishtirok etish uchun alohida bir sharoitlar yaratilganini balki men ko'rmagandirman, bordir. Yoki qulog'i ojizlar uchun maxsus moslamalarning tarqatilishi qay darajada amalga oshiriladi. Yoki bir konsertlarda subtitrlar orqali, masalan, eshitish qobiliyati past insonlar uchun o'qib shu qo'shiqni ma'nosini tushunish va hokazo. Aytmoqchimizki, hali bunday bir zaiflik jihatdan boshqacha bir qiyinchiliklar ham bo'lsa kerak. Ularni agar xuddi shu savolni siz shu imkoniyat cheklangan odamlarga berganingizda, balkim bu ro'yxatni ertalabgacha aytishi mumkin. Lekin bittamda ko'z tashlaganda ham bilishimiz mumkinki, u qadar shu jismoniy cheklangan insonlar uchun sharoitlar ideal darajada emas. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Yana ham masalaga ruhiy psixologik tomonlama qaraydigan bo'lsak, bitta gap borku, odamni jahli chiqqanda ko'r deydi. Oddiy misol, shu o'zim Toshkent ko'chalarida harakatlanganimda, metroda emas, avtobusda tirbandliklar bo'ladi. Har doim kechki payt, hamma ishdan chiqqan vaqti. O'shanda butun odamlarni o'zini qanaqa tutishi ko'rinadi-da. Aytaylik, avtobus to'xtadi. Tabiiyki, nogironlik aravachasidagi odamni avtobusni haydovchisi tushib olib chiqib ketish kerak yoki bo'lmasa oddiy odamlar qarashi kerak. Shunaqa avvalo joy bo'lsa, joy bo'lmasligi ehtimoli juda ham ko'p.
bo'lgan taqdirda ham shunaqa uni chiqarib qo'yish uchun o'sha maxsus uskunasini ishlatish kerak, tushirish kerak. Judayam ko'p holatlarda ko'rganman. Nima desa bo'ladi, judayam bosim o'tkazgandek unga, to'g'ri, unga qattiq gapirmasligi mumkin, lekin harakatlarida bilinadi unga nisbatan qo'pollik ishlatishi, umuman qolganlarda ham shoshayotganligi uchun gapirmasdan turib unga ruhiy bosim o'tkazishi shunday ko'rinib turadi. Bu faqat oddiygina bir misol. Boshqa mavzularda ham shunaqa. Yana bir qo'shimcha qilib o'tmoqchiman gapingizga. Mana yurtimizda bo'layotgan yangiliklarni deyarli bir 90% faqat sog'lom odamlar uchun bo'layotgandek bo'lib ko'rinadi menga. Nogiron odamlarga nisbatan sharoitlar kam. Yaqinda bir narsani ko'rib xursand bo'lgandim, o'zlarimiz viloyatda shu nogiron insonlar uchun yo'lakchalar, piyodalar yo'lakchalarida aynan ko'zi ojizlar uchun alohida yo'lakchalar tashkil qilindi, lekin bitta mantiqsizlik, yo'lakchalarga o'tadigan ariqlar ustidan nimadir qo'yilmaganda u yurib o'tish uchun. Faqat ko'rib odam kulishini ham bilmaydi, qanaqa fikr bildirishini ham bilmaydi. Sharoitlar faqat shu sog'lom odamlarga nisbatan ishlab chiqilayotgandek ko'rinadi chetdan. Keyin shu joyga yana bir fikr bor. Hozir yo'lakchalar deganda esim keldi. Biz nogironlar deganda faqat o'sha nogironlik aravachasida yuradigan emas, umuman ko'zi ko'rmaydigan, ko'zi ojiz odamlarni ham tushunishimiz kerak. Oxirgi paytlarda e'tibor beryapman, shahar ko'chalarida o'sha xastada yuradigan ko'zi ojizlar uchun maxsus yo'lak qilingan. Eng qizig'i shunaqa mantiqsizliklar borki, yo'lakda harakatlanishi uchun aslida tekis qo'yilishi kerak-da. Teskarichalar umuman to'g'ri kelmaydigan qo'yilganda, quruvchilar tomonidan shunaqa xato qilingan va bu o'zgartirilmagan. Eng qizig'i, agar to'g'ri qo'yilgan holda ham aytaylik nimadir o'rindiqlar qo'yilgan, qandaydir odamlar o'tirish uchun aynan shuning ustiga. Yo hali ham odamlar bu nimaligini tushunmayapti. Nimaligini tushuntirmasa, menimcha poytaxt hokimligi buni tushuntirish kerak edi, targ'ibot ishlari olib borish kerak edi, lekin men e'tibor beryapman, oradan 1 yil, 2 yillar vaqt o'tdi, xuddi o'sha joyda, xuddi o'sha o'rindiqlar hali ham turibdi. Ular qanaqa foydalanyapti bilmadim. Demak, o'sha boyaga aytgan gapimiz, xuddi planni bajar, qil degan gapga o'xshaydi. Qilindimi? Qilindi, hisobot uchun. Hisobot uchun. Shunaqa. U nega kerak? Undan foydalana oladimi? Qulaylikmi? Shunaqa. Endi juda ham xohlardim mana shu sohadagi odamlarda o'zida sinab ko'rishdi. Misol uchun shu soha bo'yicha viloyat hokimligimi yoki poytaxt hokimligimi shu soha bo'yicha javobgar odam aynan o'zi aravachada o'tirib yurib bo'lsin, kerak bo'lsa hokim yoki bo'lmasa o'zi o'sha ko'zini bog'laydimi, harakatlanib ko'rsin o'sha yo'lda. O'zi qiyinchilikni o'zini tanasida his qilsin. Shunaqa bo'lmaguncha men o'ylayman bu qiyin o'zgarish. Hisobot uchun davom etaveramiz. Va men yana bitta sizni taklifingizdan keyin menda ham bir g'oya tug'ildi. O'ylaymanki, mana shu sharoitlarni yaratishdan oldin shu jismonan imkoniyati cheklangan nogironligi bor insonlardan ham maslahat olish kerak. Chunki ularchalik sog'lom odamlar bilmaydi qanday muammolar borligini. Biz xayolimizga kelmagan qandaydir bir qiyinchilik tug'diradigan sharoitlar bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun ular bilan o'zi maslahatlashishlarikin yoki faqat ularni davolaydigan shifokorlardan so'rashadimi yoki o'zini aqli bilan balkim bu qarorlarni qabul qilishadimi degan bir masala. Shu gapingizga umuman jamiyatda shunaqa narsa bor. Ijtimoiy ovoz degan narsa bor. Aytaylik, O'zbekistonda haydovchilar kam, 38 million aholi bor. Shundan 4,5 milliontasi haydovchilar deylik, lekin haydovchilarda ovozi baland keladi. Chunki qolganlar nisbatan mana shu sohaga oid narsalarga befarq. Ular esa haddan tashqari 2x o'sha bitta odam emas, ikkita odamning ovozini chiqarib bera oladi, kerak bo'lsa, juda aktiv. Bu sohada ham aytmoqchimanki, nogironligi bor odamlarda, ijtimoiy o'sha cheklangan odamlarda menimcha ovozi baland emas. Shuning uchun ham ular bilan yo ko'rib chiqilmaydi ularga oid muammolar. Ularni himoya qiladigan tashkilotlar sust ishlayapti. Bu ham bo'lishi mumkin. Ulargacha yoki yetib bormayapti nimalardir. Shunaqa. Odatda tashabbuslar haqiqatan deb o'ylab qolasangiz, ulardan ham bo'ladi, lekin ko'proq o'sha alohida blogerlar tomonidan tashabbuslar ko'pincha keng tarqaladi ijtimoiy tarmoqlarda.
xulosa o'rnida aytmoqchimanki, biz hozir gaplashayotgan mavzuyimiz, gaplarimiz bu shunchaki biz ko'rayotganlarimiz. Bundan tashqari biz ko'rmaydiganlarimiz ko'p. Hozir boya aytganim, o'sha avtobusga chiqarayotgan odamda qancha bosim his qilishini biz bilmaymiz. Biz bu ko'rayotganlarimiz, ko'rmayotganlarimiz, ularga bo'layotgan o'sha ruhiy bosimlar, ular tanasi ruhida nimani his qilyapti, uni biz bila olmaymiz. Mana hozir Yandex taksida ilovada shunday bir tugmacha paydo bo'libdi. Chaqirayotganda nogironlik bor inson chaqiryaptimi yo sog'lommi, shuni ajratadigan. Chunki ularga maxsus bir yordam kerakligini his qilgan holda demak taksi kelar ekan. Men buni juda ijobiy holat deb bilaman. Shu qanday toifadagi inson degan joyi bor ekan. Va yana bitta holat, shu jismonan sog'lom insonlar faqat jamiyatlar, tashkilotlar emas, fuqarolar ham juda ziyrak bo'lishi kerak. Masalan, oliy ta'lim muassasalarida ko'rdim, ko'z ojizlari uchun o'rtada maxsus o'rnatiladigan o'sha materialda chegaralar, xuddi avtomobil yo'lida chiziq bor o'rtada o'rnatilyapti. Nima uchun? Shu ko'z ojizlar boshqalarga turtilib ketmasligi uchun, o'ng tomonga, chap tomonga yo'nalishni aniqlashtirish uchun. Lekin e'tibor berdim, ko'zi ojiz emas, ko'zi ochiq insonlar ham o'sha qoidaga rioya qilmagan holda bir tomonlama yurish o'rnatilgan bo'lsa ham ikkala tomonga harakat qilayotganini, ya'ni to ko'zi ojizga to'qnash kelguncha ular sezmay qolishi ham mumkin, birovlarga bezovtalik yaratadi. Ya'ni bizdan ham ko'p narsa kutiladi. Har bir inson agar ijtimoiy ongi yuqori bo'lsa, ziyrak bo'lsa, atrofdagi insonlarni qanday imkoniyati bor u yo'qligiga qarab harakat qilsak, o'ylaymizki, ular qiynalmaydi, o'zlarini yaxshi his qiladi, erkin his qiladi va jamiyatning to'laqonli fuqarosi deb o'zini his qiladi. Iloj bo'lsa, ustuvorlik bergan ma'qul. Albatta, albatta. Endi ikkinchi masala, nogironligi bor shaxslarning mehnat bozoridagi o'rni qanday? Umuman olganda ularning suhbat jarayonida duch keladigan to'siqlar, qaysi sohalarda ular uchun yana to'siqlar, umuman chegaralar mavjud yoki qulayliklar yetarli darajada emas? Aslida o'ylaymanki, aqliy, hissiy jihatdan hech qanday bir ojizligi bo'lmagan inson jamiyatga o'z hissasini qo'shish istagi bo'lishi bu shubhasiz va o'zini to'laqonli sog'lom insondek his qilishi ham muhim. E'tibor bersak, mana hatto ular uchun sport turnirlari ham tashkil etilyapti. Bu birinchi navbatda ularga ruhiy madad berish uchun bo'lsa kerak. Lekin o'ylashimcha, hozirgi kunda bozor segmentida turli sohalarda nogironligi bor insonlarni ishga qabul qilishda ular uchun muammolar yetarlicha. Va ba'zi sohalar bor, ishonchim komil, ularning yo'q deyishiga obyektiv sabablar bor. Masalan, turizm sohasida, otel sohasida, chunki ko'pchilik dam olishga boradi va ularning kayfiyati chog' bo'ladigan elementlar, unsurlar ko'p bo'lishi kerak. Ularni yuragi ezilishiga, kayfiyati tushishiga, achinishi ham bu ham ozgina salbiy nimalarga olib kelishi mumkin. Ularni nima uchun ishga olishmaydi, buni oqlash mumkin. Lekin ba'zi IT sohalar, hozirgi masofa biznes sohalari, masofadan ish olib borish bilan bog'liq barcha sohalarda nogironligi bor insonlarni intellektidan foydalanish kerak deb o'ylayman. Shunaqa foydalanish kerak. Yana ham xohlardimki, rahbarlar aytaylik, ikkita o'qituvchi keldi, bilimi bir xil, darajasi bir xil, tajribasi bir xil. Agar mana shunaqa vaziyat bo'lganda, o'sha nogironligi bor, harakati cheklangan odamlarga imkoniyat bersa, ustuvorlik bersa, menimcha yana ham yaxshiroq bo'lardi. Balki shunaqa ishlar mexanizm, balki teskarisidir. Agar teskarisi bo'lsa, menimcha shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lar edi. O'zim ham guvoh bo'lganman, ya'ni rivojlangan mamlakatlarda siz aytdingiz, turizm sohasida ularni mehnatidan foydalanmasligimiz kerak, chunki bizga noqulayroq bo'lardi deb ta'kidlab ketdingiz. Ammo rivojlangan mamlakatlarda, Xitoy, adashmasam Xitoy yoki Yaponiyada shunaqa uslub qo'llashganki, ya'ni robotlar insonlarga xizmat qiladi, ofitsiantlik vazifasini bajaradi, ammo u robotlarni nogironligi bor shaxslar boshqaradi. Masofadan turib boshqaradi. Bu juda ham zo'r qulaylik, ya'ni nogironligi bor inson jamiyatga hissasi qo'shayotganligini ichidan his qiladi va shu tufayli oylik oladi. Umuman olganda bu ham yangi bir texnologiyani inklyuziv ta'limga qo'shilgan hissasi.
xalqimizda ayrim bir qatlamda shunaqa fikr bor. Nogironmi, demak qo'lidan hech narsa kelmaydi degan tushuncha ham bor. Sababi esingizda bo'lsa, o'zlarimiz ham shu ko'chaga chiqqan holda so'rovnoma qilganimizda ko'pchilik aytgandi, nogironlar qo'ldan hech nima kelmaydi, ularni ish bilan ta'minlab bo'lmaydi degan fikrni bildirgandilar. Bugun shunaqa bir video ko'rib qoldik jamoadoshlarimiz bilan. Bitta nogiron opamiz 250 ta odamni ish bilan ta'minlabdi. Bu fikr xatoligini ko'rsatib beradi bu videoda degan. Yana bitta misol keltiraman. Masalan, Toshkent shahrida ko'p yillar davomida shu oldin Komsomol ko'li deyilardi. O'sha ko'lning yonida ko'zi ojizlarni poyabzal tikadigan fabrikasi bor edi. Va shu poyabzalni fabrikasidan kim xarid qilsa, poyabzal o'zini juda bir yaxshi his qilardi, chunki biz xuddi ularni qaysidir bir ijtimoiy masalasini hal qilishga yordam berayotgandek, bozori chaqqon edi. Sifatli ekanligi haqida ham aytib o'tish mumkin alohida, lekin bu faktor ham juda katta rol o'ynardi. Shuning uchun o'ylaymanki, shunday sohalar bor, agar miyani yaxshilab ishlatilsa, ularni qobiliyatidan kelib chiqib turli ishlab chiqarish korxonalari, kichik sexlar ochib ularni jalb qilish mumkin. Va ikkinchi masala, hozirgi kunda eng qimmat narsa bu g'oya hisoblanadi IT sohada. O'ylaymanki, mana e'tibor berganman, ba'zi bir tug'ma jismoniy kamchiligi bor, zaifligi bor insonlarda shu narsani Xudo boshqa bir jihatini kuchaytirish evaziga bergan. Bizni bitta qo'shnimiz ko'zlari ojiz edi, miyalari juda zo'r ishlaydi va xotiralari zo'r edi. Domda necha kishi yashasa, uni ota bobosini, o'zlarini, bolasini, nevarasini ismigacha bilardilar va qadamini kim qanday bosayotganiga qarab ismini aytib salomiga aliy olardi. Ya'ni o'sha inson xotirasi kuchlimi? Xotira kerak bo'lgan sohalarda ishlatish mumkin. Ular fan doktori, professor edilar, universitetda dars berardilar umrlarining oxirigacha. Demak, shunaqa analiz qilib, shu jamiyat bor-ku, maxsus mas'ullar o'rganib chiqib, ularni o'sha qobiliyatiga qarab yo'naltirib ishlab chiqarishga, IT sohalariga, biznesga, g'oyasi qimmat turadigan barcha sohalarga jalb qilish mumkin deb o'ylayman. Shu joyga meni ham bitta real case bor. Jurnalistika universitetini bitirganman shaxsan o'zim va o'sha yerda o'qiganlar, men bilan tengdosh bo'lganlar, o'sha avlod yaxshi biladi. Bitta onaxon bo'lardi, o'zini farzandini har doim darsga olib ketib yurardi. Har doim. Men misol uchun butun 4 yil o'qigan bo'lsam, o'sha yerda eng alohida boshqacha ko'rib, bir to'lqinlanadiganim shu edi. Bitta ona bo'lsa, shunchalik bo'ladi-da, menimcha. Bundan kelib chiqib nima demoqchiman? O'sha farzandini imkoniyatidan kelib chiqib yo'naltirishga harakat qilish kerak ota-ona ham yoshligidan. Aytaylik, mana shunaqa jurnalistika sohasiga, o'qituvchilikka o'zini imkoniyatidan kelib chiqdi. Bu sog' odamlar uchun ham avvalo, lekin mana bunaqa imkoniyat cheklangan odamlarga yana ham ko'proq vaqt ajratib, o'zini ota-onasi mana shunaqa qarasa menimcha yaxshi bo'lardi. Rahmat Amilaning fikringlar uchun. Bu muammoni ertalabgacha suhbatlashishimiz mumkin, muhokama qilishimiz mumkin, ammo bizda vaqt chegaralangan. Shu sababli keyingi sonlarimizda yana keyingi muammolarni olib chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.